Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari. Bugungi obzorimizda tuning qilingan mashina bo'ladi. Marhamat do'stlar, meni kanalimda yangi rubrika tuning qilgan mashinalar. Oldimizda Gentra kamida tuningiga $10,000 ketgan. Hozir bitta sanab chiqamiz va sizga ko'rsatib o'tamiz nima qilingan, qancha rasxod bo'lgan. Videoni oxirigacha ko'ring va laykni hozirroq bosing, biza boshlaymiz. Bu mashinaning eng chiroyli narsalaridan biri buni kraskasi bo'ladi. Buni kraskasi Narda Grey. Rang qilishiga bu avtomobilda $4,500 ketgan. Buni yana videoni ochadigan oqshomda yursangiz, masalan, mana shunaqa chiroyli sariq farlar bo'ladi. Bular $250. Oldida o'ziga mos bo'lgan mana shunaqa chiroyli qora reshotkasi va pastida mana shu yerda 1 2 tumanka bo'lish joyida bu yerda turbinalar qismlari turgan paytda bu yerda tumankalar sig'maydi, shu uchun obmanka qilingan. Do'stlar, oqshomda yurgan paytingizda mana shunaqa avtomobil chiqib qolsa, videoga necha berasiz? Hozirgina kommentariyaga o'tib baho bering. Buni tepa qismi o'zini kapotini yasalgan. Buni rasxodiga $1,500 ketgan. Davom etamiz. Avtomobilimiz o'zini zavodskoy motoriga turbina o'rnatilgan. Ustoz xizmati bilan $1,800 ga tushgan. Do'stlar, bu yerda turbina ismi TD04. Bu avtomobilga nagruzka bermaydi, azob bermaydi. Do'stlar, buni rasxodi shahar ichida 12 dan 13 ta. Ot kuchi qancha bo'lyapti? Ot kuchi buni 170 ta, do'stlar. O'zi razgoni 0 dan 100 gacha 8-8,5 soniyaga chiqadi. Men o'ylaymanki, bu shahar uchun yurishga juda yetarli kuch bo'ladi. Do'stlar, mana marhamat, motoriga bitta baho berasizlar. Bu kapoti og'ir ekan-ku. Ha do'stlar, chunki bu mashinada umuman hamma joyi polностью shumka bo'lgan va shumka narxi $800 ga tushgan. Bu deganiki, motordan sizga dovush kelmaydi, faqat turbina dovushi chiqadi. Avtomobil yon qismida ahamiyat berishingiz mumkin, qiziqarli 18 o'lchamdagi diskalar turibdi. Bu diskalar Lexusning yangi dizayni bo'ladi va bu original narxi $1,300, balon narxi $300. Umuman $1,600 ga tushyapti. Do'stlar, diskasiga necha baho berasiz? O'zimning shaxsiy fikrim, shunday qaraganda juda ham chiroyli ko'rinyapti. Marhamat. Mashina ходовой qilingan. Bu yerda bizda полностью Epica komplektatsiya, Epica tormoznoy sistema, oldi va orqasi, amortizator Diamond va buni prujinasi kesilmagan, o'zi zavodskoy shunaqa prujina. Bu kichkina qilib pasatga ko'rsatib beradi. Umuman ustoz haqqi bilan $1,000 ketgan. Chiroyli BMW dizaynda tuning qilingan bokovoy $100 bu. Kia K8 modelini panoramli lyuki, panoramli tomi, освещение va knopkalari bilan qo'yilgan. Umuman $2,800 ga tushgan. Bitta buni ochishini ko'ramiz. Marhamat do'stlar, bitta ochishiga va buni o'zi videoga ahamiyat berasizlar. Mana avtomobilimiz sotuvda. Narxini bilish uchun videoni oxirigacha ko'ring. Bu yerda bizda original Optra stoplar $100, Black Piano qilingan. Bu avtomobilimizda subwoofer bor. Bu deganiki, avtomobilning audio sistemasi qilingan. 4 JBL kolonka, Pioneer magnitofon 875. Bu yerda bizda monoblok, usilitel bor. Umuman bu $1,400 ga tushgan. Salon qismida qilingan ishlar, komplektatsiya o'rindiqlari BMW va elektronikalari BMW elektron tarzda sozlanadi. O'rindiqlar xotirasi bor. Obshivkalari BMW va rul BMW. Tablo terilgan, Malibu bari qo'yilgan, torpeda va hamma eshiklari koja bilan tikilgan. O'rindiqlarni tangiga mos chiroyliga chiqqan. Avtomobilning salonda umuman $3,500 ketgan. Do'stlar, nima deysizlar? O'zi arziydimi shuncha tuning qilish? Men o'ylaymanki, ha, chunki bu juda ham chiroyli va shuncha mehr bergan, juda chiroyli chiqqan. Do'stlar, avtomobil sotilyapti. Buni oxirgi narxi $13,000 va pastdagi telefon raqamlariga murojaat qilasizlar, borib joyiga ko'rishingiz mumkin. Qanday bo'ldi obzorimiz do'stlar? Bu avtomobil sizga yoqdimi? Hammadan boshqacha bo'lib, ajratib turishini xohlasangiz, mana oldingizda mana shunaqa chiroyli Gentra. Bitta buni test drive qilamiz. Só baixa teu som.